yo'llari borda. Tomosha qilib ketishga. Faqat tomosha qilib ketasiz, boshqa hech nima qilmaysiz metlar. Когда это было? Может, вчера или... Ну да, вчера. Сегодня мы уже выехали. Bunaqangi chiroyli joylar, chiroyli Это помню. Это mahallalar, albatta. Seksiyasi yo'q hisob ekan bitta. Hammasi mana xususiy uylar, boylarning mahallasi deydimi, shunaqangi narsa ekan. Hammasi bunaqangi dachaga o'xshagan. Endi bizning tilimizda dacha deyiladi. Buyoqda xususiy uylar ekan. Bir aytishdi, Alla Pugachyova ham Maksim Galkin bilan shetda ekan hozir deyishdi. Endi ularning uyi chicha dengizga yaqinroq joyda shekilli. Biz hozir stansiyada tushib 500 metrcha bor yuramiz ichkariga. Xudo xohlasa. Bu Mayori degan stansiyasi ekan. Hamma yoq odamlar uchun. Velosiped doroshkalar, hamma yuradigan yo'laklar, hamma yoq o'rn-o'rnida, joy-joyida. Mana bu знаменитый sanatoriysi ekan. Qolgan joylar mamlakatga o'zbekchasiga aytganda hovli, mahalla. Faqat daraxtlar,